Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va aynan bizadan uy olaman deb bizani kuzatib yurgan puldor klientlarimiz. Konkretni gaplashamiz. Realni narxlar bilan do'stlar. Biz hozir Sergeli Yangi Darxon mahallasiga kelganmiz. Mana shunaqa remontdagi kvartiramizni sotuvga chiqaryapmiz. 3 xonali kvartira. Kvartiramizning fishkalari ko'p. Asosiysi uyimizda skvoznoy, etaji ham yaxshi etaj. Undan tashqari akkuratni remontdi. Yana plus tarafi bu uyimizda naqd 2 ta balkon mavjud. Video davomida o'zingiz ko'rasizlar va video davomida vaqtingizni o'g'irlamaslik uchun aytib o'taman, bu uyimizda faqatgina naqd pulga sotiladi. Ipotekaga olmoqchi bo'lgan klientlarimiz bizani iltimos vaqtimizni olishmasin. Naqd pulga oladigan klientlar bo'lsa, yashashgami, ijarachi qo'yishgami, yaxshi lokatsiyadagi, yaxshi domdagi, yaxshi uy. Agarda ijarachi qo'yaman desangiz, o'zimizda 450-500 dollardan ijarachi qo'yib bera olamiz. Agar yo'q, o'zim qo'yaman desangiz, o'zingiz ham qo'yavering. Bizga vaqti farqi yo'q. Mana shu uyni bemalol chiroyli narxga chiqaryapmiz. O'zingiz kelib yana egasi bilan savdosini qilasiz. Endi esa ko'p gapirdim. Videoni boshidan uyimizni obzor qilaman. Kiruverish eshigimizni bu yoq taraf uyimizni zali. Zalda mana shu konditsioner qoladi, boshqa narsalar chiqib ketadi do'stlar. Uyimizda 16 qavatli domning 8-qavatida joylashgan. Xo'p, spalnyasini ko'zdan kechiramiz. Spalnyamizda endi spalnyamizda o'zini go'standart remontida akkuratli turibdi, faqat ozgina chizilgan joylari bor. E'tibor bermaysizlar yoki o'zingizlar remont qilib olasizlar o'sha egasi bilan kelishib. Xo'sh, bu xonamiz ham go'standart remont holatida turibdi. Aynan bolalar xonasi. O'zingizlar ham topgan bo'lsanglar kerak. Mana ko'rishinglar mumkin, chizilib yotibdi. Bu endi bolalar sho'xlik qiladi, nima qiladi? Aynan mana shu go'standart remontga chizgani yaxshi bo'lgan. Keyingi safar remont qilsanglar, aboy suda qilsanglar ham mana bu remontga achinmaysizlar. Tayyor turibdi-da, o'zingizlar qilaverasizlar. Xo'p, shkop do'stlar, bilmadim endi. Ba'zilar 400 dollarga yasatdim deydi, ba'zilar 700 dollarga, ba'zilar 1000 dollarga yasatdim deydi. Uyda egalari aytishi bo'yicha yaqinda yasatishgan va endi stroyni shkop bilasizlar, olib ketishmaydi. Shu yerda qoladi. Bu ham bonus sifatida uyga qo'shib beriladi. Xo'p, boshqa narsalar chiqib ketadi. Uyimizning birinchi balkoni, boya video boshida aytgandim, 2 ta balkon mavjud uyimizda deb. Domimizdan shunday tashqariga qaraganimizda bolalar maydonchasini ko'rishimiz mumkin. Mana futbol maydonchasi, bolalar sho'x-sho'don futbol o'ynab yuribdi. Bu yoq tarafda kattalar dam olish uchun besetkalar mavjud. Undan tashqari albatta parkovkalar bor. Endi yetadimi yo'qmi bilmayman. Kech bo'lganda o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Albatta har doim mana shu domlarda parkovka muammo bo'lgan. Endi parkovkaga javob bermaymiz, uyga javob beramiz. Xo'sh, endi esa uyimizning oshxonasiga o'tamiz. To'xtaylik, bu yoq tarafda sanuzelni ko'rsatib o'tib ketay. Akkuratni, chisti, yomon bo'lib ketmagan, yaxshi holatda turibdi do'stlar. Endi uyimizning yuragi bo'lmish oshxonamizni ko'rishimiz mumkin. Mana oddiy kuxni mebellarni ham yaxshisi yasatishgan, o'zlari uchun qilishgan. Bu oshxonamizdan faqatgina texnikalar chiqib ketadi. Mana Samsung mikrovalnovka, kir moshina, xolodilnik chiqib ketadi. Qolgan narsalar qoladi do'stlar. Mana bular ham qolar ekan endi. Uyimizning narxi 69500 dollar kelasizlar. Uy egalari bilan o'zingizlar gaplashasizlar, savdolashasizlar, savdo o'ylab pishadigan bo'lsa, naqdiga uyimizni xarid qilasizlar. Pastda raqamlar mavjud. Uyimizga yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Kam ko'stlar bo'lsa, e'tibor bermaysizlar. Hamma kabi bizda ham kam ko'stlar bor. Imini bu uyda ham bo'lishi mumkin, bilmadim. Lekin uy juda ham yaxshi. Sostoyaniyatini o'zim Sergeli Yangi Darxonda juda ko'p uy sotganman, lekin bu planirovka hadoy. Nima uchun? Skvoznoy do'stlar hozir aylanadi. Har doim yashashga ham eng qulay planirovka mana shu deb hisoblayman.